Nechinchi yil? Juda qadim. Uni yuzaga chiqargan shu Qo'shtegirmonda Tesha qizi buvamiz taxminan 50-yillarda. Undan keyin biz tumanimizda juda ko'pchilik ijro etgan, asosan biz Dali buvam bilan eshitganmiz. Ular sahnada shu sahnalashtirib, teatrlashtirib aytishardi. Jali qilmagan odam qolmasdi. Shunda bir qimorbaz yigit sahnaga kelib, "Yartkam" desa, orqasidan bolasini ko'tarib ayol chiqib, hamma u paytda erkaklar ham ayoldir oldi, erkaklar bo'lgan. "O'lkam. Nimaga qimor o'ynayapsan? Meni seni topganingga o'ynay turganmi, o'zim pulimga o'ynayapman" desa, "Seni puling bormi? Otamdekka o'ynayapsan" desa, "Uraman" desa qochib qoladi. Shundan keyin qo'shiq boshlanib ketadi-da, "Sen uyda ham eplolmaysan, bola chaqani ham eplolmaysan. Ko'chaga chiqib maqtanasan, mana uyda sichqonlar ham hassatayani yuribdi" degandan keyin aqda doira usuli eshitiladi. Rak takatum. Men bolamni baqaman, alla bolam. Ustiga baxmali yopaman, alla bolam. Men bolamni baqaman, alla bolam. Ustiga baxmali yopaman, alla bolam. Joni bolam, jonina bolam, alla bolam. Zor bolam, zormanda bolam, alla bolam. Tomga chiqib tut yegan bolam, ikkala ko'zini ko'kigan bolam. Otangga bor, onangga bor, Muhammad sohayal. Otasini ovqat yo'q, alla bolam. Onasini tavqat yo'q, alla bolam. Otang ketdi bozorga, alla bolam. Onang yig'lab mozorda, alla bolam. Tomga chiqib tushgan bolam, ikkala ko'zini qurtigan bolam. Otangga bor, enangga bor, Muhammad sohayal.